Assalomu alaykum. Eski Sergeli Daryobo'yi ko'chasi 3-torda sizlarga yer hisobida sotilayotgan zo'r joy topib qo'ydim. Ko'rib turganinglardek, ikki tarafi ham ko'cha. Bu yoqqa kottej qurib olsanglar ham bo'ladi. 8 sotuli joy. 8 sotuli joy. Fasadi mana bu yoq tomonning o'zi 17 metr. Bu yoqqa ko'rib olsanglar, ozgina o'zi tushib ketgan. U yoqda pashti 20 metr, 25 metr atrof chiqadi. Ikki taraflama yo'li bor. Xo'p, bu joyimizni yer hisobida berib o'ryapmiz. Eski Sergeli esa ko'pchilik biladi. Shunda biz o'ras kottejlarni qurib tashlaysiz. Ikki taraflama ko'chasi bor, ko'rib turganinglardek. Hamma shart-sharoitini bu xonadonimizni har bir sotig'i uchun 15,000 AQSh dollaridan so'ralyapti. Undan tashqari mana oldida ham zahvatlari bor. Ko'ryapsizlar. Zahvatlar ham mushni qilingan. Pastdagi raqamdagi aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, sizlarga yana sunnatiga ozgina o'tib beramiz. Mana shu uyga yer hisobida xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, svet, gaz, suvdan umuman muammo yo'q. Pastdagi raqamdagi aloqaga chiqasizlar, sizlarga o'zim xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beraman. Ayni mana shu yerimizdan. Yaxshi qo'shnilar, ahil qo'shnilar. Xo'p, mana bu tarafda ham yaqinda sotib olishdi. Bu yoqqa ham o'sha yaqinda qurilish boshlanadi. Bundan tashqari bu yoqda o'zbek qo'shnilar yana. Hamma ahil qo'shnilar deyapti. O'zimning og'aynimning uyi. Bemalol pastdagi raqamdagi aloqaga chiqsanglar, mana shu yerda chiroyli narxlarda qilib beramiz. Salomat bo'lasizlar, yaqinlarga tarqatib qo'yasizlar.